Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Said Ahmadning Jimjitlik romani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Jimjitlik romanida Sovet davridagi rahbarlarning chirkin hayoti, ezilgan oddiy xalqning turmush tarzi, uzoq yillar rahbarlar tazyiqi ostida Afrikada yashagan, ayoli va farzandidan ayrilib uyga qaytgan Tolibjon, boylik va mansab uchun har qanday jirkanchlikka tayyor xotinboz rais Mirvali, otasi o'ldirilib, onasi Mirvali tomonidan tortib olingan Azizbek kabi insonlar taqdiri hikoya qilinadi. Roman sarlavhasining o'zi jimjitlik aslida Tolibjonning ichki qiyofasini anglatadi. Tashqaridan u jim, chidamli, sabrli ko'rinadi, lekin ichida ayanchli, xavotir va pushaymonlik bor. Chunki Tolibjon xizmat safari tufayli Afrikaga oilasi bilan boradi. U yerning iqlimiga oilasi moslasholmay, xotini va o'g'li og'ir kasallikka chalinadi va ular o'sha yerda o'lib, ularni o'sha yerda dafn ettirib qaytadi. Va keyin o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'iga, o'gay onasining uyiga boradi. Tolibjon qishloqqa qaytgach, uning ruhiy holati og'ir edi. U oilasini yo'qotgan, hayotning achchiq haqiqatlari bilan yuzlashgan edi. Bunday paytda Jayrona uning hayotiga kirib keladi. Jayrona ham hayotda ko'p sinovlardan o'tgan, sabr, toqatli va pokiza ayol sifatida tasvirlanadi. Bu munosabat Tolibjon uchun nafaqat shaxsiy baxt, balki hayotdagi yangi maqsad va kuch topish manbai bo'ladi. Natijada ular turmush qurishga qaror qilishadi. Bu nikoh Tolibjonning hayotdagi yangi sahifasining boshlanishi hisoblanadi. Turmush qurish orqali Tolibjon o'zining iztiroblarini yengishga, ichki dunyosini tinchlantirishga intiladi. Jayrona esa unga nafaqat yorug'lik, balki kuch-quvvat beradi. Jayrona Tolibjon uchun kuch-quvvat va ruhiy tayanch bo'lsa-da, sevgi hayotdagi barcha muammolarni hal qilmaydi. Asar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy baxt va muhabbat jamiyatdagi yirik ijtimoiy muammolar oldida ko'pincha zaif qoladi. Bu esa asarda ayanchli, biroz umidsiz tugashga olib keladi. Yozuvchi bu sahnalarda o'quvchini o'ylantiradi. Insonning eng katta burchi qaysi? Vatanga sadoqatmi yoki oilaga? Tolibjon bu savollarga o'zidan javob topishga urinadi, lekin bu oson kechmaydi. U o'zining har ikkala tomonda ham fidokor bo'lishga harakat qiladi. Jimjitlik romanining oxirida Tolibjon Mirvalining kalla kasallarning xatosi tufayli otib o'ldiriladi. Aziz kitobxonlar, Said Ahmadning Jimjitlik romanini Nishon tuman axborot kutubxona markazidan kelib o'qishlaringizni tavsiya qilaman.